Kunlarning birida o'lim farishtasi bir inson yoniga kelib, bugun oxirgi kuning olib ketgani keldim. Ya'ni o'lasan deb xabar berdi. Bu insonda qo'rqqandan titrab, hali tayyor emasman o'lishga. Yashagim kelyapti, ishlarim bor. O'lim farishtasi qo'limda hech narsa kelmaydi. Qo'limdagi qog'oz navbating birinchilardan turib isming yozilgan. Shu sabab bilan ketishimiz kerak. Insonda qabul etdi, Allohga shukr. Hayot bor ekan, yashash bor ekan, o'lim-da bor bu hayotda. Ketamiz. Lekin o'lishim oldi senga bir qahva bermoqchiman. Kel o'tirib qahva ichamiz. Birgalikda suhbatlashamiz. Qabul etibdi. Qahva tayyorlayotgan vaqtda o'lim farishtasining qahvasini ichiga uxlatadigan dori qo'yib berib, bemalol ichib o'tirganda o'lim farishtasi uyquga ketdi. Fursatdan foydalanib yozilgan qog'ozdagi birinchilardan turgan ismini o'zinikini o'chirib, eng pastiga qo'yib ismini qo'llangandan keyin esa tayyorman ketishga deb qo'lay qog'ozni bersa, o'lim farishtasi ham bugun juda bir yaxshi ish qilding. Alloh rozi bo'lsin sendan. Kel bugungi qog'ozimni navbatini tepadan emas, pastdan boshlayman deya bu insonga aytdi.